Alhamdulillah, salatu vassalamu ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'alaga көңіл түрлерімізден шыққан мақтаулар, пайғамбарымызға шулай үшін көңілдерімізден болған салаватларымыз һәм сәламларымыз болса иде. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Аллах Тәаланың сәламы, Аллахның рахматы, Аллахның бәрәкәте болса иде һәр баршаларыбызға, ил көннәребезгә. Аллах subhanahu wa ta'ala безләргә ике дөньяда да бәхетле булып, хәерле гомер кичерергә насип әйләсә иде. Alhamdulillah, şuşu dünyalıqta Allah subhanahu wa ta'ala bizga aql ni'mati bergan. Ham endi shulay Allah subhanahu wa ta'ala bizga iman ni'mati bergan. Ham endi adam balası şuşu aqlı bilan imanın jegib qo'llanib yashaganda, aning amali yağı ol da bo'lsa endi axloqli, ham endi şuşu dünyalıqta tarbiyali bo'lu. Ya'ni narsa ol tarbiyali bo'lu, ol eng birinchi sharatda endi bir torg'ana anglarga kerak tugul. Yani ol endi istal ortında o'zingni tutug'ana tugul. Al endi nindidir bir vaqt masalalarda gana nindidir bir tarbiyali yoki bo'lmasa nindidir bir tartibni bilugina tugul. Ol big king tushunchadir. Ham endi qarasak tarbiyali, axloqli bo'lu ol dinimizda narsasi. Eng birinchi sharatda Alloh subhanahu wa ta'alaning elchisi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zining hadisinde aytdi, narsa mashhur hadisinde aytdi, jibarildim, şuşu yer yüzüne min keldim ne üçün? Aya şuşu ko'rkam axloqni to'llandirib, şuşu ko'rkam axloqni ko'rsatib, şuşu ko'rkam tarbiyani ko'rsatib sizga anglatır üçün dedi. To'llandirir üçün, ham endi şuşuni tamamlar üçün dedi. Ham endi shundan da qarasak, agar da Alloh subhanahu wa ta'alaning elchisi bizga şuşu so'zlarni tarbiya, axloq hamda endi yuqori tarbiyali bo'luvni ulug' darajaga qo'ygan ekan, biz da aning aslini anglab ketsak edi. Ham endi tarbiyali bo'lu o narsasi. Tarbiyali bo'lu ol eng birinchi sharatda bizni dunyolikda ham oxiratda deb aytik, endi baxtli eta turgan yashav ravishi, ham endi bizni dunyolikda da oxiratda da o'ngishga elta turgan endi yashav turmushi deb endi ko'z oldinda tutira kerak. Ham endi tarbiya deganda eng birinchi sharatda din tarbiyasi bor. Ya'ni din tarbiyasi ol narsa shartli ravishda agarda bo'lib qarasak tarbiyani bo'lib bo'lar edi din ham dunyo tarbiyasini. Din ham dunyo degach endi bu shartli ravishda ayirib qarov deganda tugul. Amaliy yoqdan endi ikkisi da ular ayiriliqsiz aybirlar. Amma lekin din tarbiyasi ol endi Alloh taolo qarshida bo'lgan sening huquqlaring, Alloh taolo qarshida bo'lgan endi sening burchlaring, ham endi narsa sen ishlarga tegish, ham narsani sen endi bilirga tegish, anglarga tegish, ham endi sen narsa ishlay olasan. Bu endi dinimizda bo'lgan tarbiyadir. Bunda kirayn namoz o'quvda, o'roza tutuvda, ham endi shulay turli amal ibodatlar kiruvda. Amma lekin shulay jamoat banda anglarga tegish, endi boshqa turli tarbiyada bor. Ol da bo'lsa dunyo tarbiyasi. Dunyo tarbiyasi degach ol endi kichkina aybir. Din bitindi ol zo'roq aybir. Dunyo tarbiyasi ol ikkinchi aybir. Kichkina ol bo'lmasa da yori deb anglarga tilovchilar bo'lar. Amma lekin yo'q jamoat. Shu dunyomiz bizni Alloh taolo qarshida ham dinimizni to'g'ri eta, ham dinimizni tuzuk eta, ham endi shu dunyoda bo'lgan durust tarbiya bizni dunyolikda da ham oxiratda da baxtli etarga mumkin. Hatta endi dunyo tarbiyasini durust olmagan banda ol o'zining dunyosida da ham endi dinini da ziyon keltirga mumkin.